Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Qo'qon avtomashina bozoriga tashrif buyurganmiz. Bu qismga izlar qo'ldan kelgancha Lacetti'lardan syomka qildik. Bitta puli yengil, Gentra qilingan Lacetti 1.8 ham chiqqan, video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. 2011 dan boshladik. Nechinchi pozitsiya bu? Birinchi pozitsiya qancha yurdi? 340 ming yurgan. 340 km bosib o'tgan, ABS bor, konditsioneri bor, metan gazlari bor. Motor hadovoy korobkasi zo'r. Balonlari yaxshi holatda, yondan ko'ringlar. Xo'p, mashina birinchi pozitsiya ekan, lekin diskga qo'yilgan ekan. Salon holatlari. Chexol poli qilingan. Chexol kiydirilgan, yaxshi kovrik bor, linonlar qilinmagan linoni. Xo'p, 340 ming yurdi dedingiz aka? Aha. Gazi metanmi? Gazi metan. 100 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. 2011 birinchi pozitsiya Lacetti 1.8 340 ming yurgan. Kraskasi 15% aka, kapotda bor, qanotida petno bor, mana qanotda. Xo'p, ikkita detal, bittasida petno. Aha, qanot uchida mana. Qolgan joyi toza. Xo'p, nech pul narxi aka? 6100 olamiz kelishuv. 601 kami bor, 6100 kam bor. Nasiya barter qanaqa yo'llari bor? Barter bor aka. Nasiyaga bermaysizmi? Generalniy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ha, game bo'lar. Xo'p, nomeringiz? 98 98lik 558 84 24. 558 84 24. Bozoringiz bersin aka. Azizlar, aloqaga chiqaverasizlar. 2011 birinchi pozitsiya Lacetti 1.8 340 ming km bosib o'tgan, ikkita detali to'liq, bittasi petno, kraskasi bor ekan. 2009 navbatdagi Lacetti 1.8 imiz birinchi pozitsiyada. Buni yurgani qancha aka? Yurgani o'da telefonlashyapti. Bemalol. Yurgan bor aka, to'xtam. ABS konditsioner gazlari bor. 330. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Balonlarni ko'ringlar. 330 ming km bosib o'tibdi. 2009 birinchi pozitsiya. Salon holatlari mana. Juda ham issiq. Bu kunlarga yetishdi o'zi ham oson bo'lmadi o'zi. Xo'p. Buni gazi bormi ekan? Aka, gazi temirmi? Temir aka, temir balon. 2009 330 ming yurgan. Birinchi pozitsiya, kraskasi-chi? Kraskasi 20% bor aka. Orqa oldi butunmi? Orqa oldi butun. Nech pul qilib berasiz bunisini? 5700 dan o'tib beraman. 5700 dan o'tib berasiz. Nasiya yo'q deyapsiz, ha? Nasiyasini ham kelishamiz aka. Kelishiladi. Ha, 15 kunga bir joydan pul keladigan bo'lsa. Kelishaveramiz, keyin bo'laveradi. Xo'p, nomeringizni qaytarib qo'yasiz. 90 556 90 556 98 98 00. 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2011 navbatdagi Lacetti 1.8 imiz. Ikkinchi pozitsiyami? Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya qancha yurdi aka? 314 ming yurdi. 314 ming km bosib o'tgan, ABS bor, konditsioneri bor, metan gazlari bor. Motor hadovoy korobkalari qanaqa? Zo'r. Ishi yo'q. Yo'q. Motoriga garantiya yo'q. Yaxshi holatda. Motoriga garantiya deb aytilyapti. Shumka ishidan polniymi? Polni tomigacha bo'lgan. Polni tomigacha shumka, ichki holatlarini ko'ringlar. Yaxshi azizlar. Orqa salonlari, tonirovkalar tortilgan. 100 talik temir metan gaz, zapas baloni bor, pol holatlari shumka. 2011 ikkinchi pozitsiya. Qancha yuradi? 314 ming yurgan. 314 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi bitta kalinka, bir tomonda petnochasi bor. Sapachogida. Nech pul narxi aka? 6,5 ming bu xotyapti. 6,5 ming dollar kelishiladi. Kelishiladi. Bermaganingiz ham bo'ldimi? Bo'p turibdi. Nech pul bo'ldi? 6 mingga bermay turibman. 6 mingga bermayapti. Xo'p. Nasiya barter yo'llari-chi buni? Kelishaveramiz unisini. Kelishdi. Generalniy berasizmi? Generalni beriladi. Xo'p, telefon raqamingiz? 99 694 694 77 73. 77 73 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2010 navbatdagi Lacetti'miz. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarni video davomida so'rab o'tib ketamiz. Mashina yurib turibdi, konditsioner ishlab, motorni ishlaydi. ABS bor, konditsioner bor, metan gazlari bor. Kecha bitta akamiz yozibdi, motor uncha baland ovoz deb. Konditsioner qo'shilganda endi bilmaganlar uchun, biladiganlar ko'p, ovoz baland chiqadi. Konditsioneri ham shu kompressor ishlaganda motorda ovoz balandroq chiqadi.
Salon holatlari. Mashina 2 aka. Ha, mashina Qancha yurdi? 543 ming aka. 543 ming yurdi. Motor hadovoy korobka. Hammasi chotka ishi yo'q aka. Konditsionerda ishlab turibdi. Konditsionerlar ishlab turibdi. Orqa salonlari tonirovka tortilgan mana. 100 talik temir metan gaz zapas baloni bor. Pol holatlari zavod holatda. 2010 543 ming yurgan. Kraskasi Toza aka. toza. Ikkinchi paysiyami? Ha, ikkinchi pozitsiya. Kraska tozami? Toza. Nech pul narxi aka? 6000 kami bor. 6000 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'ladimi aka? Yo'q. Xo'p, nasiya barter qanaqa yo'llari bor? 2-3 ming puli bor odamga variantga beraveramiz. O'zingiz nasiya qilib berasiz. Bo'ldi. Generalni ham beraverasiz. Beraveramiz. Necha oyga berasiz nasiya aka? Nasiyaga 5-6 oyga beraveramiz. Yarim yilgacha kelishdi. Oyma bersizmi yo bitta bersam bo'ladimi? Oyma-oy berishsa ma'qul. Bo'ldi. Telefon nomeringiz. 88 88lik 234 234 70 70 bozoringiz bersan aka, sog' bo'ling. Azizlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 2000-3000 ming puli borga nasiya savdo ham berilar ekan. Yarim yilgacha o'zaro kelishilgan holatda. Xo'p, azizlar, Lacetti Bru 8 ishqibozlar uchun bitta tozasi chiqibdi. Yurgani ham yiliga nisbatan oz. 2013 birinchi pozitsiyada 137 ming kilometr bosib o'tgan. ABS, konditsioner, gazlari bor. Hamma yo'q. Benzin. Ha, benzindami? Gaz qo'yilmadimi umuman? Yo'q, yangi ichari zavoddan chiqqan narsa qo'yilmaydi. Qo'yaveradi, shunday tursa, qo'yaveradi. ABSlari bor, mana konditsionerlari bor. Gaz umuman qo'yilmagan. Motor hadovoy korobkalari Zavod. Zov. Balonlar yaxshi holatda, zavod holatda ekan hammasi. Salon holatlari. Chexol yangi taqilibdi, kovriklari bor, linoleum qilingan. Ichki holatlarini ko'ringlar. Orqa salonlari. Ochib bo'ldim, bo'ldi, tog'a. Gazi qo'yilmagan, mana aytib o'tganimizdek, mana gaz o'rnatilmagan. Zapas balonlari bor, pol holatlari zavod holatida. 2013 137 ming yurgan, toza. Sapachogi ham tozami? Sapachogida ham yo'qmi? Bu toza ekan. Nech pul narxi tog'a buni? 708. 7800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Bermaganimiz 7200 ga bermaydi. 7200 gacha pul ko'rdi. Xo'p, qo'shganga berasiz, xudo xolasa, nasib. Nasiya barter yo'llari-chi? Yo'q. Faqat naqsanagangami? Generalni qilib beraverasizmi? Beraveramiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz. 90lik 90lik 566 566 1787. 1787 aloqaga chiqaverasizlar. Lacetti Bru 8 ishqibozlari. Lacetti Bru 8 da puli yengilini tayyor jentra qilinganini so'raganlarga 2009. Yurgani qancha buni? Yurgani halol qo'y 463 ming. 463 ming yurgan. ABS bor, konditsioner, metan gazda bor. Balonlar ko'p. Hozir savdo ham bo'lyapti adashmasam. Aka, nech pulga bermayapsizlar hozir? 4300 ga Bermayapsizlar 4300 ga. Azizlar, puli yengilidan ham tayyor jentra qilingan, ma'qul kelsa monitor bo'lgan. Hozir sotilib ketishi ham mumkin bu. Chunki yaqin qoldi, 4300 ga bermayapti ekan. Gazi 100 talik temir. Zapas balonlari bor. Bu nechinchi pozitsiya bu aka? Bu Lacetti jentra qilingan. Nechinchi pozitsiya luki ham bor ekan. Bu zavodskiy luklar ham o'ziniki, O'ziniki monitor, qilingan. kamera, manimera hamma yo'g'i bor. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 30% bor. Suvagi butunmi? Ha, suyagi butun 5200 dan tushib beraman, bank ham qilib beraman. 5200 kami bor. Hı. Xo'p, nasiya barter yo'llari kelisizlar. Ha, bo'laveradi. Nasiya endi bir uzoq ko'p emas, 1 oy. Bo'laveradi. Hozir nechga bermaysiz? 4300 ga bermaysiz. 4600 qilishdi. Ha, 4600 qildimi? Ha, bu 4600 ga berilmoqda azizlar. Jicha-picha qo'shsa yuradi, beraman. Keyin ham chiqaradi. Keyinlar bu hujjat bo'ladi. Nomeringiz? Shuni yozaverayapmi? 99 99lik 655 655 4614. 4614 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2008 navbatdagi Lacetti'miz. Yurgani noma'lum ekan. Hozir motor asot hamma narsani so'rab ketamiz. 1.6 motor. Gazlari bor. Balonni ko'ringlar. Shumkasi bor ekan buni. Motor hadovoy korobkalari yaxshimi tog'a bu? Zo'r, rasvoti yo'q, xudo xolasa. Yog' yemaydi. 1.6 motor ekan. 1.6 motor. Yurganini tekshirib olaveradi, noma'lum. Yurgani endi ani hisoblanmayapti, almashgan ekan. Bu eng muhimi shu motor hadovoy korobkasi. Motor va shu behisob bo'ladi.
Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan mana. Xo'p, bagaj holatlariga keladigan bo'lsak, 100 talik temir metan gaz choklarini, qo'llarni o'zida bir qator yaxshilab ko'rib olasizlar. Qo'lingiz olib turasiz. 2008 Lacetti 1.6 so'raganlarga. Kraskasi qanaqa buni, tog'a? Kraska 40%. 40%. Orqa oldi butunmi? Oq suyagi butun tamam. Nimalari ham bekatdir. Xo'p, necha pul qilib berasiz? 4800 ga beraveramiz. 4800 bo'ladiganimi yo ozgina o'tib berasiz naqsangiz? Yo, javib beraman. Ja nima bo'lsa $100 ham qilish mumkin. Xo'p bo'ladi. Yaqin qilib aytdingiz o'zi. Ha, Bo'ladi. Faqat naqd pulga sotamizmi? Yo, krediti bor 2000. 2000 To'lab ketaman desa ham 2800 bersa, to'lab ketaveradi. Xohlasa to'lab ketaveradi. Bersa, yechib beradi. dokumentlar o'zidan Generalnidan. qilib beraverasizmi generalni? Ha, generalni qilib beradi. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamingiz 99 99lik 930 2307. 2307. Bozoringiz bersin, tog'a. Xo'p bo'ladi. Bozoringiz bersin. Azizlar 2008 $4800 kami bor ekan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar.